Assalamu alaikum ve rahmetullah berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylardaki qarindoshlarım, hammalarınki mushu vaqti ve bununki vaqt xayrlik bolsun. Men Abdulaziz Beştoğrak İstanbul'dan sizlarga Allah'ınki cennet salamını sunuvatıman qadirlik qarindoshlar. Bugün biz mushu qulamdaki g'arib bilan Şərq bilan g'arib aralığında İslam degan Ali İzzet Begovich'ninki Uyghur Tercüme Merkezi tarafından nəşr qilingan kitobi. Şu kitobni birlikte kelgan yerimizdan davom qilamiz qadirli qarindoshlar. Diqqatinglar ekranda, zihninglar darsda bo'lsin. Unda bo'lsa men darsni kitobni o'qishga boshlayman. Qadirli qarindoshlar. İlahsız əxlaq. Öz əməliyyətində köpünç hallarda dini əqidələrə əhmiyyət verməydiğən kişilərdə və ateistlərdə əxlaqa muvafiq hal və hərəkətlər görülüdür. Ağzaki arzular bilən əməli hərəkətlər arasında köpünç halda roşan ixtilaf görüldü. Bundan başqa, şunçalı köp kişilər var ki, həqiqi dindar sübutida o'ttirg'i chiqib, dini aqidelerini başqalarga ögütüp durup mu? Hareket ve yürüş duruşları ahlak noktasından tamamen namuvafık boğan materyalistlerge okşaydı. Ya ki del aksice ideya cihetten materyalist boğan bazı kişiler mi öz əməliyyətində her türlük pidakarlığı can dep yuguruşke ve başkalar için işleşke mail buludu. En ziyali ve en durus mütefekkirlarının mı kaymuqtırıp kilovatkan galite insanı komedisi del bu çigişlik ve asassızlıktan kelip çıkıdı ve terakki kılıdı. İtikadımız bilen hareket ve yürüyüş duruşlarımız arasında optimatlaşkan intizamçılık yok. Hareketimiz, kılıqımız, ahlakımız anlık tallaşının yaki turmuş felsefesinin fonksiyası emas. Bu felsefe yaki siyasi iradelerimizden esiri buluştuğun bekirek, ösmürlük çağımızdaki terbiyenin ve şu vaktiki düşençinin neticesi hesaplanıdı. Bir insan eğer küçük vaxtıda aile içinde çoğunların hürmet kılışqa, vədiside turuşqa, insanlara oxşaş muamele kılışqa, təngdüşlerini süyüşke ve ulağı yardım kılışqa, yalğan sözlümeslikке, İki yüzlümüşlükten nefretlenişke, gururluk ve kemter buluşku köngen bolsa, o vaxtada bular keyinki siyasi iradeleri, tallaşları ve qabul qılğan qarşı qandaq buluşidin qat'i nazar, asasen kişilik karakterinin alaylığı sübutida saqlanıp qalıdı. Onun bu ahlakı dindir. Öz dini bo'lmagan taqdirda mi keyin qabul qilgan dindir. Terbiye asasen degudek ba'zi dini aqidalarni tarqitishda muvaffaqiyat qozongan bo'lsa-mu, lekin bu axloqning asosi bo'lgan dinni yeyishga yoki yetarlik darajada kuchaytirishga muvaffaq bo'lolmagan. Dinning voz kechilishidan axloqining voz kechilishiga o'tish uchun faqat bir qadamga ehtiyoj bor. Bazı kişiler bu kademni ömür boyu taşlayalmaydı. Turmuştaki ihtilaf, ziddiyet del bu sebepten kelip çıkıdı. Şundak açık bir reallik bağ bulup, tədqiq qilishini qiyinləşdirib etken iki nəsinin o'ttirg'i chiqishiga fursat yaratib turdu. Əxlaq ateistlar bilan əxlaqsiz dindarlar. İlahsız ahlak meselesi zor bir ihtimallıkta, reallıkta məngü tədqiq qılıb bulmaydıgan, yoki her qandaq bir tarihi tecrübeye tayanmagan, nezrivi bəs münazara sübutida qilib qalıdı. Çünkü tarixte tamamen dinden xali cemiyet bulup ötməyinidək, bunun oxşaş əhvalları münasibətlik tarihi tecrübemiz mi yok. Evlatları resmi qabul qilingan ateist ideologiyaga tayangan, dinga qat'iy ko'ngil bo'lmaydigan,
hatta nefret tuygusu bilen yetiştirilgen cemiyetlerdimi dindin hali ahlak bağımı ya ki faqatla ateist kültür ve ateist cemiyet mümkün mü diyen sualga aniq cevap bolalmaydı. Bu xoldaki cemiyetlermi barlıq tirişçilikleri ve öz etrafında kopurup çıkan sepillerinin eksçe makan ve zamandan hali bulalmaydı. Şunu aniq diyeleymen ki, əzaları din cəhətdən tamamen uzak boyutta yaşayan bir cemiyetinin hareket kaideleri, kanuni, kişiler ara münasibetleri ve ictimai tüzümü biz bildiğin ve üzünü dinge bağlıq tərəfləydiğin memleketlerde ve oxşaş şekilde üzünü umumen ateist ideyanın güçlük təsiri astıdı bildiğin rayonlarda uçratqan işlağı seliştuğanda alaydı közgüçelik ve periklenip turudu. Tilmo kişiler ara münasibetlerinin faqatla ruluğuna tenleştirilişi neticesinde günümüzdeki lügatının %1'i tenleştirivetti. Tilinin bu xil şekilde namlatlaştırılışı günümüzde texnika ve ictimai ilimler sahaları işletibatkan atalmış ixtisaslaşkan tilmo sebep bulmakta. Tilinin namlatlışı, şehirliş bilen yaki tilinin devamlıq yenilenişi ve bayılışıga mənbə bulungan yazılarının yok kıdanışıga münasibetlik. Bunların hemmisi bir-biriga bağlıq amillardır. Qadirli qeyrindaşlar, ma gapni qayta o'qinglar. 197. betteki birinci izahat til to'g'riliqkan. Navada nurg'unlagan dinsiz kishi haqiqiy ma'noda ateist jamiyatning g'oyalari va huquqidan xabardor bo'lgan bo'lsa yoki bosh oxiri bo'lgan biror ateist dunyosi bilan tuyuqsiz tanishib qolsa cho'qim hayron qoladi. Axloqliq ateist bo'lishi mumkin. Biroq axloqliq ateizm bo'lmaydi. Dindan xoli kishining axloqliq bo'lishining manbasimi dindir. Biroq bu xoldagi din faqatla o'tmishdala mavjud edi. Afsunarliqi insonning buningdan xabarimi yo'qdi. Bu xoldagi diniy muhit, oila, adabiyot, film ve binakarlıkta özünü gösterdi. Ve bunun tesiri hali hem davamlaşmakta. Bu xuddi quyosh patgan yerdimi kechinin barliq issiqligi yana quyoshning ta'sirida bo'lganga o'xshash. Öydeki o'choqdagi o't o'chib ketgan bo'lsa-mu, öy yanalam issiq turdi. Ko'mirning yer asti uyida quyosh bo'lganidek axloqmi zavallıqı yüz tutgan din amili güçlük bo'lgan dunyo qarshimizdanmi aktiv bo'lgan harakat şeklidir. Ötmüşnün ma'naviy miraslarining tamamen yok qilinishi orqali bir neslning ateist sifatida yetishtirilishi uchun psixikalik sharoitlar tayyorlanishi va vujudga chiqishi shart. İnsaniyet 20 ming yil davomli dinning ta'siri ostida yashagan. Hamda o din, axloq, qonun, tushuncha, hatto til qatorliq hayotning barliq sohalariga singib kelgan. Bu munosabat bilan bu yerda buni savolni so'rash mumkin, muvofiq deb qarayman. Mushundaq bir o'tmish bor bo'lgan ahvolda, ziminda hozirgidek sharoitlar ostida tamamen ateist nesil yetishtirib chiqish mumkinmi? Bundaq bir ish faqatla psixologiyalik mahrumlik sharti ostida vujudga chiqadi. Kitobi muqaddasni yoki Qur'oni Karimni bir chetga qayirib turayli. Mushundaq bir naslni har qanday bir san'at asarini ko'rish, har qanday bir simfoniyani anglash, Sofoklesdan boshlab bekitkichi bo'lgan barliq dramlarni ko'rish imkoniyatidan mahrum qoldirish shart edi. İnsaniyet günümüzgacha barliq keltirgan ahamiyati intayin cho'ng bo'lgan barliq imoratlarni
ve asasen barlık edebi eserlerini bu nesilden uzak tutulganda. Bu insanlar kültür mühimleri yoki ifadesi olan her kandak nerse hakkında ma'lumatsiz qoladi. Shakespeare'ning Hamlet'tin ölüm hakkında monolog anglash yoki Michael Angelo'nun tam resimlerinden biriga nazar silish ve yoki qonunsiz jinoyat bo'lmaydi degan prinsipni o'rganishmi insonning dini ezib ketishi sabablik. Neslinin ma'naviy ko'zlar oldida ateist koinotdan farqli bir koinotning namoyon bo'lishiga yo'l ochib berishi mumkindir. Halbuki bilimga munosabatlik ahvolmi bu shaklda edi. Kelajakdagi ateistlarning matematika, texnika ilmlarini egallashidan va o'zgartirilgan va qisqartirilgan jamiyatshunoslik va siyosiy iqtisodlarni o'rganishdan kelib chiqadigan her qandaq xavf bo'lmaydi. Xitoydagi madaniyat zo'r inqilobining g'oya va natijalariga hukm qilish, hozircha baldurlik qilish bilan birga shak shubhisizki, rasmiy falsafa va ideologiyaga shunchalik zid bo'lgan o'tmishning ma'naviy mirosini yo'q qilish inqiloblarni qo'zg'aganlarning g'oyalaridan biri edi. Hammaga ayonki bu inqilob cheklagan eserler arasında Tolstoy, Shakespeare ve Beethoven'ın eserlerim var depti. Medeniyet inqilabı yani meyniyet inqilabı fikirmi siyasi yoki ijtimoiy inqilobdan medeniyet inqilabı fikrimi siyasi yoki ijtimoiy inqilobdan farqli holda aslidagi masalaning nima ekanligini to'liq ko'rsatib turdi. Bu masala ateizm faqat ig'izdagi narsa sifatida bir chetda qilishdan boshqa narsa emas edi. Xalqning hokimiyatini, qonunlarini, san'atini, adabiyotini o'z ichiga olgan kultur an'anasi sukunat va mudutul bir din vositasi bilan nur chechishni davomlashtirgan ahvolda bosh oxiri bo'lgan aqlga muvofiq bir ateist sistemasi vujudga chiqarish mumkin emas edi. Marksning qaysi ma'naviy va ilmiy manbalardan ilhom olganligimi hozircha noma'lum. Biroq humanist tarbiya va adabiyotning ta'siri tunji asarlarida shundoq gavdilik. Marks izohatda Aeschylus, Shakespeare va Quixote'ni eng yoqtirilgan shoirlardan ekanligini deb yuratdi. Aeschylus'ni her yili Grekcha Homer ve Ovid'ni yodga o'qiydi ekan. Marksizmning ro'us siju manbalari, masalan, ijtimoiy tengsizlik, mulkning manbasi haqidagi fikrlar bu ideyada topqili bo'ladi debdi. Hammaga ma'lumki, Marksning yotlishish nazariyasi asosan degudek axloqqa uyg'un humanist nazariya hisoblanadi. Materialist bir mutafakkirning bu xoldagi qarashning yoqlishini qat'iy tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Shunisinikki, Marksning o'zi vaqtning o'tishiga ergishib, yoshligidagi nizomsizliklarni, ezishlarni to'nib yetgan edi. Obzorchilar tarafidan ta'riflanganiga o'xshash, yosh Marks bilan pishib yetilgan Marks orasidagi farq alohida gavdalik. Bu pishib yetilish haqiqatan idealizm, diniy va axloqiy yukidan qutulish jarayoni ve materyalist dünya qarashining paydinpay muayyan asosga tayangan holda tadbiq qilinishida o'z ifodasini topgan. Hozirgi avlodlar rasmiy dindan xoli, hatto ateist bo'lsa-mu, din nuqtasidan ma'lumatsizlik ichida emas. Dinga qarshi nafrat muhitida cho'ng bo'ladi. Hazreti İsa'ning sevgi, qarindoshlik va barobarlik ideyasini qabul qilmagan bo'lsa-mu, lekin uni tamoman rad qilmaydi. Aksicha, bu prinsiplarni tushuniksiz bir aldinish ichida fan nomi ostida qo'ydigan. Shunglashqa ateist kulturining mumkin bo'lganligini ko'rsatish uchun hozirgi avlodlarning dalil bo'laydiganligini ilgari surish to'g'ri emas. Uning ustiga bu kulturmi uning yoqtiruvchisi bo'lgan naslda bo'lganiga o'xshash din ve büyük ahlaki prinsiplarının davamlı lekin to'nib yetilmagan, az bo'lsin haqiqiy bo'lmagan ta'siri ostida
taraqqiy qilmoqda. Qisqasi, yangi avlodning faqat ideologiyasila yangi bo'ladi. Tarbiyasi bo'lsa axloqiy tushunchalar kategoriyasiga kirdi. Yangi bo'lganda faqat plandan iborat xolos. Bu tabiat dunyosida har bir sistema tayinlagan fikr va xitobnomalarga o'xshashdan bakrak uni turmushida amallashtirganlarga o'xshaydi. İnsanning o'zining ideologiyasi yoki siyosiy irodasi emas, o'z axloqiy bo'lganligini qabul qilgan vaqtimizda hozirgi dunyoga ma'no beradigan narsa bo'lsa, yangi fikrlar bilan burungi insonlar bo'lgan bo'ladi. Bular idealizm va fidokorlikni qat'iy rad qiladigan fikrlarning tatbiq qilinishiga idealizm va fidokorlikni ko'rgizib o'tadi. Shunga kunimizda Xitoy va Rossiyada ma'naviy ogohlantiruvchilar deyilayotgan va moddiy narsalarning o'rniga dasigan va ishlashni tashabbus qilgan tadbirlarni xalqqa singib ketgan diniy hissiyotning аңлык yoki аңсыз holda suiiste'mol sifatida ko'rganlar tamoman yo'lliq hisoblanadi. Agar bundoq bo'lmasa, moddiy tashviq tadbirlarining amaldan qoldirishining va ma'naviy narsalarning qabul qilinishining ateizm nuqtasidan qandaqmi ahamiyati bo'lsin, nayt ro'shanki diniy g'oyalarni idealizm bilan moddiy narsalarni bo'lsa hisobga, manfaatga mos holda amalga oshira olishimiz mumkin. Buningdan boshqa bosh oxiri yo'q bo'lib, aqlga muvofiq bo'lmaydi. Dindan xoli axloq masalasi dinning Alloh nomiga insondan talab qilgan narsaning inson uchun talab qilish yoki qilmaslik shaklidami o'tirg'i chiqishi mumkin. Materialistlar axloqni barpo qilishga harakat qilganda bilib turib mazkur formuladan foydalangan. Lekin ularning bu ishi asossizlikning va untuqliqning ro'shan ifodasi bo'lib qolgan. Ular to'g'ri harakatning harakatlantirish kuchi ustida to'xtalganda Allah qo'rqusi va Alloh oldidagi mas'uliyatning o'rniga vijdonni, insonning yaxshiga bo'lgan so'ygusini ong ichida va qo'rqimsiz tavsiya qiladi. Bir ateizmchi bunga munosabatlik mundoq deydi. Men shuni kesib aytamanki, insonning va inson axloqining texmi isilishi ateizmlik hodisidir. Agar men o'z ichimda erkin bir mavjudiyat sifatida hech kimning buyrug'iga bo'ysunmasdan ichki dunyorimdan bir ovoz anglasam va bu ovoz menga o'g'rilik qilma yoki odam o'ldirma desa, men meyli ijtimoiy bo'lsin, meyli ilohiy bo'lsin, har qanday bir mutlaqlikka tayanmasdan rioya qilgan bo'lsam, o vaqtda men bu harakatimni insonning xorligi deb qaramayman. Ateistlar bilan dinshunoslar 1971 yil may oyida Belgradda o'tkazgan bahs munozara yig'inida professor doktor Luk Pavichevichning so'zlari debdi, qadrli qarindoshlar. Bu ahvolni obdan anqirib turib, yana bu hukmlarni aralashtirayotgan kim bo'lg'idi deb so'rashingiz mumkin. Ong va vijdon qachondan beri ko'z bilan ko'gili bo'ladigan dunyoning bir qismiga aylanib qoldi. Allah'ның o'rniga insonni dasitishni tashabbus qilish haqiqatan keraksiz va bema'ni ish bo'lmasmi? İnsonga e'tiqod qilish dinning eng bema'ni shakli bo'lmasa, boshqa yana qanday shakli bo'la oladi? Materialistlarning Allohning o'rniga insonni ko'zlab axloqiy harakatni tashabbus qilish Marks tarafidan ilgari surilgan insonning abstraktni insonlarga munosabatli umidining diniy xiyoldan tuvan turadigan xiyol emas degan qarashining zidi bo'lib qolmamdi. Agar bu ikki hodisa orasida o'zaro beqindilik va bog'lanishning borligi e'tirof qilingan taqdirda Marksning qarashi jinga to'xtagan bo'ladi. Alloh yo'q bo'lsa, insonmi yo'q degan prinsipga asoslanganda ilmiy sotsializmning axloq bilan hech qanday munosabati yo'q degan Leninning qarashi bilan ishchilar axloqni rad qiladi degan xitobnomada nimalarning maqsad qilinganligi hammaga ayon.
Kommunizm tarix taraqqiyotning muqarrarligidan barliqqa keladi. Hargizmi axloqiy va insoniy sabablardan emas. Marksizmning klassik asarlarida Marksizmchilar hozirgi kunda iste'mol haqida yozgan asarlaridan farqli holda ekspluatatsiyaning kishilik munosabatdagi tabiiy qonuniyatning turtkusida o'ttirg'i chiqadiganligi va har inson sharoit yer bergucha, ya'ni to'salg'u uchurgucha ekspluatatsiya qilinganligi nihoyat ro'shan bayon qilinganligini ko'rib olaymiz. Chunki demakki, bu nuqtada vijdon, boshqalarni o'ylash, hurmat, e'tibor, tabiiy humanizmga o'xshash narsalarga qilchimo o'rin berilmagan. Ekspluatatsiya obyektiv munosabatlar o'zgarganda ondan o'zgardi. Aksi mavjud bo'lib turadi. Bu insonlarning na irodasiga, na axloqiy yoki buningga o'xshash subyektiv qimmat o'lchamlariga, tarbiya, kishilik xarakter, falsafaga o'xshash va na ularning o'zaro munosabatlariga oilaviy, milliy qatorliq bog'liq emas. Marksning Kapital, yani xizmat kuni degan bo'limida tilga olgan misollari arasida bolalarning och onalari tarafidan suiiste'mol qilinganligi, shunga buning oldi elinish uchun jamiyatning aralish kerakligini ta'kidlashi, amaliyotda kishiga qasddan o'ttirib qo'yib qo'ygandek ta'sir berdi. Marks bu bema'ni qarashi bilan jamiyatdagi ekspluatatsiya qonuniyatining muqarrarligini alohida ta'kidlamoqchi bo'lgan. Bu ahvolda ba'zi marksizmchilarning ko'z oldimizda inson va insoniyat uchun loyiq, ya'ni dindan xoli axloq barpo qilishga kuchab ketishi haqiqatan g'alatilik hisoblanadi. O'zining his tuyg'ulari va vijdoniga quloq solish asosiga tayangan axloq haqida inglizning tushunchasi unchalik ijtimoiy ijobiy emas. Asosan har bir sinf, hatto har bir kasbning o'z oldiga axloqi bo'ladi. Butkul insoniyatni birlashtirish rolini o'ynaydigan so'ygi bo'lsa, to'qinish, urush, oila ixtiloflari, ajrashishlar va ba'zilarning boshqalar tarafidan suiiste'mol qilinish qatorliq salbiy ishlarda o'z ifodasini topadi. İngilizning Ludwig Feuerbach va German klassik falsafasining oxirlashi degan asardigan qadrli qarindoshlar. Marks inson gumanizm, ya'ni humanizm, vijdon qatorliqlarning foydalanishning dinga parallel bo'lgan bir idealizm shakllantirilganligini davomli ta'kidlab kelgan edi. Bu nuqtada Marksga qo'shilamiz. Biroq kunimizdagi marksizmchilar amaliy sharoit va sabablar tufayli bu xususda Marks bilan o'xshash fikrda emas. Chunki ular Marksdan farqli holda hozirgi sharoit keltirib chiqargan, turmushning o'xshamasligi va turmushda tatbiqlashda kelib chiqqan ba'zi masalalarga javob berishga majbur bo'ladi. Marksga nisbatan xizmat ustuli yoki Angliya kutubxonasidan chiqmay turiblar axloqda bir narsa yo'q deyish haqiqatan osonga to'xtatish kerak. Biroq Marksning fikrlarini tatbiqlashga va uningga mos bir jamiyat barpo qilishga atlanganlar haqiqiy materialist ideyaga asosan mantiqli bo'lgan bu fikr va qarashlarni osonla izohlay olmaydi. Ular Marks tashabbus qilgan jamiyatni barpo qilish va uni qo'g'dash uchun talay qitim insonlardan har qanday bir payg'ambar din uchun talab qilgan zo'r fidokorlik va idealizmdanmi ko'p narsa talab qilib keldi. Bu sababdan ular ba'zida shunchalik kulkulik ahvolga tushib qoldiki, nihoyat aniq va tushunishli bo'lgan materializmlik talablarni unutib qolishdi. Ya'ni bir ateist, ya'ni materialistning axloq va insonparvarlikni tashabbus qilishi va orzu qilishi, buni qo'g'dashga butun kuchi bilan harakat qilishi va bu qarashni taraqqiy qildirishning mumkin emasligi masalasi bo'lmasdan, bu yerdagi masala shu ateistning yuqoriqilarni materializmning fasillarining sirtiga chiqmay turib elib berish yoki borolmaslik masalasidir. Epikurning falsafasi haqidagi ixtiloflar materializm bilan axloq orasidagi birdaklikning va bog'lanishning uzun muddat davomlasha olmaydiganligini ko'rsatib turdi. Bu mashhur Yunon faylasufi
Miladın ilgari 341'den 270-yilgacha dunyoni izohlash nuqtasidan materialist qarashga ega bo'lsa-mu, lekin axloq nuqtasini izohlash ikkilanib qolgan edi. Shogirdlarga xushallikning zo'q va lazzatda bo'ladiganligini ta'lim berganda, lazzat va zo'qning turg'unligini ruhiy xotirjamlikda izlashni tavsiya qiladi. Özümü ma'naviy zo'q va lazzatlarga, hissiy zo'q va lazzatlarga qaraganda texmi ko'p ahamiyat beradi. Bu ahvolda uzun o'tmayla o'quvchilari bu ziddiyatni tugutish uchun axloq tushunchisini, saodat falsafasi nuqtasini izohlashga tirishadi. Shunlashqa ipokrizm günümüzde nihoyatda mantiqli bo'lgan turmush falsafasi sifatida anglash zo'qi va lazzati bilan o'xshash ma'noga keladi. Kainat ve dünyadaki hadiseler maddelerinin quruq planetadaki mexanik hareketinin ifadesidir xalas. Degan Epikurning materialist ta'limoti bilan saodat falsafasi arasida logiklik bir bağlanış yoki birdeklik mavjud. Yana bir tarafda Epikurning materializmlik ta'limoti bilan xotirjamlik va yoki ma'naviy qimmat o'lchamlarining ustunligi arasida bundaq bir ahvol mavjud emas. Şunlaşqa Epikurning shogirdlari ustozning ta'limotini vayron qildi degan qarashning qilcha asosi yo'q. Yuqoriqilardan bunda ikki yakunni chiqarishimiz mumkin. Birinchisi, din bo'lmay turib, prinsip va fikr sifatidagi axloq qat'iy mavjud bo'lmaydi. Tadbiqlashda bo'lsa, axloqiylik mumkin bo'ladi. To'liq afsuski, bu amaliy axloqiylik intayin qarg'a kelmas bo'lib, harakat kuchini olgan manbadan qanchalik uzoqlashsa, o'zimi shunchalik kuchsiz qoladi. İkincisi, ateizm asos ustiga har qanday bir sistema qurilmaydi. Biroq ateizm axloqiylikni va uning texmi oddiy shakli bo'lgan ijtimoiy intizomni bevosita bartaraf qila olmaydi. Buni tadbiqlash orqali jamiyat barpo qilishga harakat qilingan hamon mevcut ijtimoiy axloq shakllarini imkoniyatning boricha qo'g'dash foydali deb qaraladi. Günümüzdeki sosyalist devletlerdeki tadbiq hizmetleri bu reallikqa ispat bo'la oladi. Bununla bilan birlikte kunlarning birida axloqliq bo'lish prinsipidan gumon qilinishga boshlanib qolsa, onu qo'g'dash uchun ateizmning qo'lida hech qanday qurol yo'q bo'lishidek ochiq haqiqatmi bor. Ateizm menfaatçi, şəxsiyyətçi, qeyri-əxlaqi yoki əxlaqdan xali tələblər aldıda tamamen aciz və pasif halətdə durdu. Şuna ateizm bundaq əhvalğa güç bilən qarşı durdu. Hər gizmə fikir və qaraşlar bilən turalmaydı. Çünki ondaq gücü yox. Bundaq rəhimsiz və güçlük nərsəyə qarşı nimi qılarsın? Əgər faqat bugün yaşaydigan bolsam və ət ölüb ketib, bütünlüy unutulub ketadigan bolsa və ya ki şaraitin batırıb nima üçün xalığanca və məsuliyyətdən xali yaşamayman. Şəhvanilik, yəni yeni əxlaq deyilayotgan cinsi erkinlik yoki cinsi məsuliyyətsizlik dolqunu sosyalist dövlətlərdə məcburi halda çəkilmələr bilən, yəni sünni usul bilən aldı ilinmaqda. Her qandaq bir əxlaq sistemisinin bu dolqunğa taqabül turuşu təs. Əgər bununla fikirlər bilən küləş qılınsa, bu fikirlər baş axırı yox, asassız və ünümsüz olub çıxıdı. Bu faqat erkin tənqid arqılıqlı mümkün buludu. Bunlar insanların eğədə heli həm mövcud bolğan və hakimiyyət tərəfindən məcburi davamlaşdırılğan koneçi əxlaq ölçəmlərdən ibarət. Miras süpütüde qalğan bu əxlaq sistemisi yoki əxlaqı düşüncə şəkli resmi fəlsəfə bilən ziddiyət içində buludu. Şunun məntiq nöqtəsindən bu sisteminin içində ordu olması kerak. Qısqası əxlaq dinin başqa bir halıdır. Qədərli qərindaşlar, mana bu Ali İzzət Büyükovich'ninki Şərq bilan G'arb aralığında İslam degan bunun kitobini birlikdə o'qiyotimiz. 206 betga keldik. 4 bab tugadi. Endi 5 bab kültür və tarix, ibtidai gumanizm
to'g'riliq bir mavzuni o'rganib etib, ondan keyin bugungi tadbiriyay sizin dersimizni tugutimiz canım dostlarım. Beşinci bab kültür ve tarih. İctimai ya iptidai humanizm yani humanizm. Əqliyyatçılar bilan materializmçılar tarixni tüz sızıq üstüde seyir kıladigan özgürüş süpütüde körüdü. Bu ularning en gavdalik alaylık hesaplanadi. Ularning qarashicha dünyanın taraqqiyoti noldan boshlangan. Tarix mu astın üstün ve hareket kıladigan ve pat pat arkaga çekinip dolqunsimon holatda bo'lsa-mu, lekin izchil ilgirilaydi. Hozirgi zaman o'tmishga nisbatan texmo taraqqiy qilgan, kelajakka nisbatan texmo orqada qolgan. Materializmchilarning tarix betida inson hayotidagi moddiy ishlab chiqarish taraqqiyotining, ya'ni modda taraqqiyotining bularning vujud keltirgan insonning tarixini emas, ko'zda tutilganligini nazarga olsak, ularni texmo aniq tushunib olamiz. Biroq bu insoniyatning kültür tarixi bo'lmasdan medeniyet tarihi hesaplanadi. İnsan ve kültür tarihi bo'lsa noldan boshlanmaydi ve tuzsizlik ustida seyir qilmaydi. İnsaniyet tarihi erishdiki prolog, erishdiki muqaddime. Adem Aleyhisselam'ın erishdiki iş hareketlerini ko'rsatdi. Bilen başlandı. İptidai insanlar cemiyeti tabiatdan azat bo'lgan dastlabki mezgillarda hayvani ecdatdan biraz yaxshi holda, yaxshi ahvolda bo'lish bilan birga insonlarga xos ba'zi adoyliklarga va axloqiy qimmat o'lchamlariga ega edi. Bu haqiqatan kishini hayron qoldiradigan ahvol. İnsan tarix sahnasiga chiqqanda o davrga, ya'ni ibtidai davrga nisbatan mo'l axloqiy boyliqqa ega edi. Bu boyliqni ne o'zi maydonga keltirmagan, ne ajdodlardan meros qolmagan. Pen insoniy bilan hayvoniy adoyliklar bir-biriga hosil bo'lgan o qadimiy davrlardagi inson to'plarining intayin oddiy insonlik holini inqilob chiqqan ve qabul qilgan bo'lsa-mu, onun aniqlab chiqqan asli bu ve qabul qilgan bo'lsa-mu, onun mohiyat ve manbasini hech qachon izohlab berilmedi. Bilimning diniy tasavvurlarni oldin tasavvurlar, yani jihatdan oldin deganlik bo'ladi. Falsafada sinov va tajribadan ilgiriki degan ma'noni bildirdi. Bo'lganlik uchun rad qilishi, bu hodisaning izohlanishi ve aydınlaşışını taqozo qiladigan yo'lning itilishiga sabab bo'lgan. Dünyanın her qaysi joylaridagi tarixdan ilgili cemiyetlerinin asosli hujayraları bo'lgan qabilalarni tasvirlagan Lewis Morgan Qadimiy Cemiyet degan kitobida mazkur cemiyetlerinin ijtimoiy ve ma'naviy hayotiga doir tuvandagi xususiyatlarni bayon qildi. Qabila reisini saylab chiqdi ve zurru tepilganda qo'g'laydi. Qo'g'langan reis odatdagi jangchi bo'ladi. Cinsi münasebetler kabile dairesi çeklengen. Bu çeklemege anlık halde ra'y kılınadı. Kabile a'zoları arası birbirini himoya qilish ve yordamlashish, zurur tepilganda cinini pida qiladigan ishlar bor. Jangchilarning qahramonligi ve asirlarga urushda asir bo'lganlar o'ldirilmaydi. Yaxshi muomala qilish gavdilik aloyidliklaridan biri idi. Kabilenin bütkül a'zolari erkin insonlar bo'lib, o'xshash haq huquqlarga ega bo'lgan va bir-biriga qarindoshlik rishtlari bilan bog'langan. Qabilaga yangi a'zo qabul qilinganda diniy marosim o'tkaziladi. Diniy marosimlarda usul va o'yinlar o'ynaladi, butlarga cho'qinilmaydi. Qabila majlisi ve vakillardan tashkil topadi. Meclis ortak işler hakkındaki kararlarını umumi sorunda ve kabile a'zolar oldida berdi. Kararlar hemmenin birdek ovoz bilan berildi. İptidai insonlar to'pining bu davrga munosabatli aniqsiz eslameler bilan altın devir
deyilgan davrga, ya'ni muqaddas kitobda qayd qilingan patriarxal davrga tabi klassik efsaneler asasen degudek bütkül milletlerin efsane ve çöçeklerinde aks etken. Bertrand Russell ötmüşnün naçar işgalligiga dair umumiy qarash tadrijiy taraqqiyot nazariyasi bilan birlikda umumlashgan deydi. Morganning izohati ibtidoiy qabilaning klassik shakli deb qabul qilingan Shimoliy Amerikadagi Irokezlar qabilasiga munosabatlik. Bu tasvirga hayron qolgan Friedrich Engels mundaq deydi. Bu qabila tuzumi butkul gunohsizligi va oddiyligi bilan nima degan go'zal. Askarsiz, jandarmasiz, soqchisiz, esilzodisiz, padişahsiz, valisiz ve sotçisiz bir kabile tüzümü. Turmalar yok, sotlar yok. Bütkül işler tabii yönelişide seyir kıldı. Barlık uruşçiden yoki ixtilaflar öz arasında hal kılındı. Namratlık ve mahrumluktan eseri yok. Komünist cemiyet ve kabile yaşanganlar, kiseller, oruçlu yaralanganlar aldı da vazifesine ait inik bildi. Ayallar bulup hem kişi okşaş hak hukuklar iki boğandan sert, tamamen erkindir. Kullar teki barlık kemgin, yat kabillerinin tecavüzlük uçuraş, ya ki besiliş hadisi yok. Moşundak bir cemiyetinin qaysı xildeki er ve ayallar yetiştirgenlikini sap indiyalığı bağlap durup izahlaşqa urunup kelgen her kandak bir aktellikinin bu yavayilarının izzet hürmetige, samimiyetiga, kişilik karakterinin mustahkemligiga ve kahramanlıqıga boğan heyranlıqı körüstüp bürüdü. Fe İngiliz ayılının yıltızi, Xususi Mülk ve Devlet, New York, 1948. Morgan'ın kitabında kayıt kılınan ahval, yurt dışı boğan C. Fenimore Cooper tarafından romanlarda canlılık ve tesirlik tasvirlengen. R. ve Emerson'u insan tabiatini her xil şekilde gördüm. Her joyda okşaş iken, qanchalik vahşi bo'lsa shunchalik fazilat iken deydi. O bu yerda Amerikalik indiyanlarni ko'zda tutgan. Tolstoymu eserlerinde iptidai Rus yazılarının texi bozulmagan turmuş şeklini ictimai ülge deb ta'riflagan edi. Bu ahlaki ve insani kıymet ölçemleri bu yerdemo her yerde bo'lganiga o'xshash. Maddi ve umumi jihatda ictimai taraqqiyotning eng tuban seviyesi bilan paralel holda seyir qilmoqda. BDT Pen Maarif ve Medeniyet Organı tarafından tayyorlangan Afrika'nın umumi tarihi 8 jildin hazırgacha 2 jild neşrinden çıktı deydi. Namlıq əsərdə Afrikalık iptidai milletlerinin kültürü münasibetlik naiti celip kılarlık hususla uçuraydı. Mesela zengi hallıklarda yatlağı meyli aktenlik bolsun, meyli zengi bolsun, nait izzet ikram kılınattı. Ve yatla yerli halklarga okşaş hak hukuklar iyiydi. Okşaş devirde bolsa, Rim yoki Grisiyalı yatla kul bulup işletdi. Bu ve bununla okşaş reallıklar meşhur Nemis etnograf ve Afrika mutaxassisi Leo Frobenius'ni medeniyetlik zengilerinin ecdatlarında yıldız dağıtkan, olanın kavak ikenligi düşüncesini Avrupalıkla icat kılgan. Frobenius bu yerde medeniyetlik tabiri aslında kültürünü köz tutkan depti. Digen xulası kelişki törtki boğun. Hazır Amerikalık indiyanlarda, Afrika'nın yerlik kabilelerinde, taxtıda, iptidai Rus yazılarında, hatta Hindistan'ın en tüven ictimai tabiqalarda uçuraydıgan bu kıymet ölçemlerinin mahiyeti hakkında əsdahidin oynuşqı doğru geliyor. Bularning manbasi zadi nima? Tarixning dastlabki mezgillarida qayerdan kelgan?
ve tarix taraqqiyotning ilgilishi bilan miqdor nuqtasida nima uchun ozib ketdi? Bir indian qabilasi bo'lgan Irokezlarda yaşanğanlar bilan kasallarning himoya qilinishi fikri qayerdan kelgan? Hayvanmı emasmi? Ba'zi hayvonlarda uchraydigan har xil holidan xabar olish shakllari har vaqt foydali bo'lishni asos qiladi. Ya'ni fikr yoki prinsipni chiqish qilgan insonlik yo'q. Morgan mashhur kitobini bunu so'zlar bilan oxirlashtirdi. Boshqurishda demokratiya, jamiyatda qarindoshlik, barobarlik ve umumiy ta'lim-tarbiya jamiyatni tecrübe, akıl ve bilim qatorliq to'xtovsiz ilgilaydigan yuksak seviyaga yetkazadi. Bu bo'lsa qadimiy qabilalarning erkinlik, barobarlik ve qarindoshlik prinsiplarining texmi jonliq holda qaytadan jonlantirilishi bo'ladi. Morgan müstakil medeni cemiyetlerinin erkinlik, beraberlik ve qarindoshlikning üç güçtün kildiganligini ilgili sürdü. Bular tecrübe, akıl ve bilimden ibaret. Hazır hiç bo'lmaganda bunda iki narsa aniq bo'lib, birincisi qadimiy jamiyatlarning erkinlik, beraberlik ve qarindoshligi tecrübe, akıl ve fanning oldida kelmaydi. İkincisi bo'lsa Morgan kitabı nashr qilgandan keyingi qadimgi jamiyat 1877-yili devir tecrübe, akıl ve fan devri bishoratlarini qat'iy dalillamaydi. Faqat ijtimoiy ve texnikalik taraqqiyotning bir-biriga zid qutblaridan sir. Yani yaxshi bilan razillik orasiga zidlikni yovvoyilik ve medeniyetlikka uchirtganligimizga dair umumlashgan oldin hükümның, belkim tarixning yovvoyilar tarafidan emas, medeniyetlik tarafidan yozilishidek haqiqatdan kelganligini kesib ayta olamiz. Agar birisi kültür eserlerini yo'q qilsa, biz bu vahshiylikka yovvoyilik deymiz ve buni mushundaq ta'riflash orqali muvaffaq ifoda ishlatganligimizni o'ylaymiz. Yana kelib, buning aksicha marhamat ve insonparvarlik kutgan tarafdan madaniy bir millatdek muomala qilishni kutimiz. Yani kelib buning aksicha marhamat ve insonparvarlik kutgan tarafdan madaniy ve bir millatga tek muomala qilishni kutimiz. Tunuma afsuski shuncha ko'p reallik dal aksini ko'rsatib bersa-mu, shunday xiyollar yanada umumlashgan. Amerika qit'asining tarixi öz aldığı müstakil halda bizni ta'tir bir hükümlü chiqarishimizga yetadi. Madaniy ispaniyaliklar ve vahshiylarcha Maya ve Aztekning kültürlerini emas, bu rayonning millatlarini yo'q qilib etgan emasmidi? Amerikada yangi o'ltiraqlashgan aq tilliklar, madaniy mamlakatlardan kelgan aq tilliklar deyish kerakmi, qandaq? Yerlik indiyalarni ve Morgan qayd qilganidek ajoyib haybat qabilalarni yaqinqi zamonda sistemalik ve misli ko'rilib bakman derece yo'q qilib etgan edi. 19. asrning o'rtalarigacha Amerika hukumati indiyalarning her baş terisi uchun mukofot tarqatib kelgan edi. Yavro Amerika medeniyetining taraqqiyoti ve onun bir qismi sifatida Atlantik orqali elib berilgan 1865-yili aran ahırlaşkan numusqılarlık kul sodisi 300 yıldan köprek vakitte almıştı. Bu jarayonda 13 milyondan 15 milyon uçu boğan hür kişi aniq sanının aşkarlanışı yoki bilinişini atayım. Bu insan ovchiligida tutulup kul kılıngan bu noktada mı medeni vahşilik erkin ve itaatçen iptidai insan bilen uchrashgan edi. Bu yerde zamaniy müstemlike haqida ig'iz etishga kerak bormi? O faqat her yerde Avrupa medeniyeti noktasının arkada qolgan, medeni bo'lmagan yoki az medenleşken milletler bilan selishtirma sifatida ko'riladi. Amaliyotda bo'lsa her yerde zulüm, aldash, ikiyüzlümçilik, boyun egdirish
ve aciz iftidai milletlerinin maddi ve manevi kıymet ölçümlerini yok kılış şeklinde öz ifadesini tapkan. O'ttur asır hakkındaki hükümümüz asasen dügüdek her vakit okşaş. Acaba O'ttur asır hakikaten bir cahiliyet ve palaket devri miydi? Bu bir nazarga münasebetlik mesele. Atanmış medeni güçlerine nispeten her halde şundak buluşu mümkün. Avrupa'nın tuncu materyalist peylasuflarının biri boğan Helvetius'un karışıcı. O'ttur asır insanlar hayvan boğan bir devir boğan bolsa kanunlar bimeyani şah esiriydi. Hristiyan bir cayıl yoki ressam C.R. okşaş devrigi tamamen farklı baha bergen. C.R. men mexanikilik şekilde yasalgan ve kimya formulalarına karşı turmen. O'ttur esirini tamlani ve heykellerini yaxşı körümen deptiken kadarlı kıyındaşlar. Olar nispeten o'ttur esirde namratlık, hatırcımsızlık hüküm sürgen boğusumu. O'ttur asır cemiyetlerinde içki bekindilik intayin güçlük idi. Bu devir insanların manevi dünyası xeyli bay boğan bir devir bulup, o bolmay turup, galipliklerinin iniriye ve tirişçiliklerini düşünüş mümkün bolmaydı. Sanat sahasında büyük eserler meydana kelgen ve büyük bir felsefe, Yunan felsefesi bilen büyük bir din boğan Hristiyanlıkның birleşmesi vücutga çıkkan. İnsanın en mühim muvaffakiyetlerinden biri boğan Clark, gotik bir xil sanat düşüncesi o'ttir asrning tipik namoyandisi hisoblanadi. Fen ve texnika sahasida ilgirlash ko'rilmagan chog'da ani vayhat tarafidan mohiyatlik ilgirlash deb ta'riflangan narsa vujudga chiqqan. Ani bu dinning kelgusi degan asardan o'tdim. G'ariblardagi foschilik davrining butkul bilimlarini o'rganishga atlangan, sehrgarlikka moyil, bilim ishqida kuydigan, her ishqi salbiy tarafdan qaraydigan kishining asosi o'rta asrda büyük ma'naviy ve siyosiy to'qinishlarda shakllangan edi. O'rta asr bo'lmay turib, yangi davrni bilalishimiz natayin. Hech bo'lmaganda biz biladigan shaklda bo'lmaydi. Bu yerde Avrupa'daki o'rta asr ko'z tutildi. Hindistandan İspanya'ga suzilgan ve İslam medeniyetini taraqqiy qilgan keng ketgan rayonlarda o'rta asr bu şekilde emas idi deb onu izohlab qopti qadrlik qarindoshlarım. Yani Avrupa'nın qaranlıqchaq, zulmatlik vaqt asr degani shu o'rta asrni ko'rsatdi qadrli qarindoshlar. Shu vaqtdagi musulmonlarningki nurluq, shodliq tarixini ilim-pen insaniyetinin ilim-pen gazinesiga qo'shgan töhbelerini ko'makchi bo'lsanglar, men bir ijod deb Facebook'tan izlasanglar, bizniki xatlik film qilib qo'ygan hujjatli filmlarni ko'ra olasizlar. Shuni bir qarab beqinglar. Ondan boshqa merhum Fuat Sezginninki eserlerinden İslamda bilim ve texnika degan bir 5 ciltlik kitap var qadrli qarindoshlar. Aş kitaptan ko'rib baqsanglar bo'ladi, canım dostum. Biz yine sanat ve tarix degan mazmunni ko'rdik-miz. Axloq ve tarix degan mazmunlarni ko'rib bo'lgandan keyin sanatkor ve tecrübe deganni ko'rib, ondan keyin 6-bab drama ve utopiya, yani g'oyibiy jamiyatga ütep ketedikemiz canım dostlarım. Anda olsa bugünkü merhum devlet ademi erbabi Ali İzzet Bigovich'nin ki şerh bilen garip ağırlıkta İslam diyen bunu eserden 16. dersimizde öğrendiğin mezbunlar müşahit tügüde Allah'ın özgü amanet bulunla yeni bir saatlik tedbir yayısın dersimizi görüşürüz. Aman bulunla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.